iPhone X sotuvi orqali Samsung kompaniyasi milliardlab pul topganini bilarmidingiz? Samsung va Apple bir vaqtning o'zida ham raqib, ham yirik biznes hamkorlari hisoblanadi. 2018-yilda iPhone X'ning ishlab chiqarilishi mana shu hamkorlikning yaqqol namunasi. Gap shundaki, Samsung 2018-yil Apple'ga o'sha vaqtda eng sifatli displey OLED yetkazib beradigan yagona kompaniya edi va buning uchun Samsung har bir sotuvdan $110 foyda olishi kerak bo'lgan. iPhone X'ning muvaffaqiyati sabab Samsung o'sha vaqt $14,3 milliard daromad ko'rgan. Tahlilchilarning hisob-kitoblariga ko'ra, 2017-2018-yilda Samsung o'zining flagman smartfoni bo'lmish Galaxy S8 dan ko'ra raqibi iPhone X ga qismlar sotish orqali $4 milliard ko'proq pul ishlagan. Ya'ni iPhone X qancha ko'p sotilsa, Samsung shunchalik boyigan. Kompaniya nano flash xotira chiplari hamda smartfon ichidagi akkumulyator qismlarini yetkazib bergan.